Assalamu alaykum, hörmətli ustozlar, söyümlük dostlar. Yaxşımısınızlar? Mənim ismim Söybə. Bugün sizlərə Ahmedcan Qasimi'nin həyatını oxub verməm. Ahmedcan Qasimi'nin həyatı 1914 yılı 4. ayının 14. günü Uyğuristanın Gulcar şəhrinin Toğru Körlük məldəsində kəmbağal dehqan ailəsində dünyaya gələn. Dadası Nadir Tembur, anası Şərvanəm Qasimi idi. Kiçik çağıda dadasından yetim qalğan. Ailə turmuşu namrat bolğaçqa gün almaq üçün 1924 yılı tağısı Ömər Qasimi bilən Sovet İttifaqına gedib turmuş keçirgan və ilgiri kim olub, Yarkənd rayonunda Darıldan başlanğıc məktəb və toluqsuz orta məktəbdə oxuyan. 1929 yıldan 1932 yılgacha to'liq o'rta maktabni Olmaotada o'qigan. O'qishni bitkazgandan keyin shu maktabda qilib o'qituvchilik qilgan. 1934 yıldan 1937 yılgacha O'zbekistondagi Sovet İttifaqı O'rta Osiyo universiteti, ya'ni SAGO'da o'qigan. 1937 yılı Moskva Sharq sotsializmchilari Emgak universitetiga o'qishga borgan va shu mezgillarda Tatariston Qozon universitetida praktika qilgan. 1941 yılı Germaniya Sovet İttifaqıga tajovuz qilinganda maktab o'qish to'xtatishga majbur bo'lgan. Ahmedcan Qasimi o'z yurtiga qaytib kelgan. Ahmedcan Qasimi 1942 yılı 6 ayda Gulcarga qaytib kelib, yer asti inqilobiy tashviqot faoliyatları bilan shug'ullangan. 1943 yılı 6 ayda Şinjan'daki Şengsay hükümeti tarafından qo'lga ilinib, shu yılı 12 ayda Urumchiga yağlab kelinib turmaga tashlangan. 1944 yılı 10 ayda qo'yib etilgandan keyin Gulcarga qaytib kelib, Uyg'uriston Milliy inqilobiga rahbarlik qilgan. Ilgari keyin bo'lib Azad Uyg'uriston gazetining muavin tahriri, Uyg'uriston Cumhuriyeti vaqtlik hukumati harbiy ishlar bo'limining boshlig'i, hukumat a'zosi, harbiy ishlar hay'atining a'zosi bo'lgan. 1946 yılı 7 ayda illi taraf vakili sifatida Urumchi Şinjan o'lkalik hukumatining muavin raisi bo'lgan. 1947 yılı 8 ayda ülkelik birleşme hükümet parçalangandan keyin Gulcarga qaytib, Uyg'uriston xalqining görüşünü qat'iy davomlashtirishga rahbarlik qilgan. 1948 yılı 8 ayının 1 günü Ahmedcan Qasimi barliq ittifoqlashishga bo'lgan kuchlarni ittifoqlashtirib, inqilobiy qo'shinni ulg'aytirish uchun Gulcarda Şinjanda tinchlik va xalqchilikni himoya qilish ittifoqini qurgan va ittifoq markaziy komitetining raisi bo'lgan. 1948 yılı 8 ayının 22 günü Ahmedcan Qasimi Xitoy Komünistleri rahbari Mao Zedongning taklifiga binoan Uyg'uriston vakillar o'mikini boshlab Beponga tunji navbatli kengash siyosiy maslahat yig'iniga qatnashish uchun ketib, 27 günü Sovet İttifaqı elgusidagi Baykal ko'li havo bo'lishga kelganda Avropalardan qo'shinlar chiqish hodisasiga yo'liqib vaqtga qarshi qazo topgan. Gerçi ko'p qism tarixiy materiallarda shundoq yozilsa, ayni chog'dagi marhumning yaqin sardoshlari ham jasadlarining dafna ishlariga qatnashgan shahidlar Ahmedcan Qasimi boshchiligidagi hay'atning avval Olmaotada Sovet vakillari bilan suhbatda bo'lganligini, bu jarayonda hay'at a'zosining Uyg'uriston Cumhuriyetining mustaqilligini saqlash tarafdori bo'lganligini, oxirida ularning Moskvaga keltirilib, shu joyda vahshiy bir usulda suiqasd qilinganligini aytmoqda.
Şu il Əhmədcan Qasım Yaran 35 yaşda idi. Xoş.